Bu resimdeki kız sana bek okşaydı. Bırak onun salayeti sana okşamaydı. Bu ketim harekette sen muş kızının salayetide oturga çıksan. Beşiğini götürüp resimni obdanırak görüp al. Yok. Ben bunda kılamayım. Bu hikaye Azatlık Harpısı'da Cumhur Halk Azatlık Armiyası bilen 3 vilayet İnqilabi Armiyası galibilik uçurashgan yıllarda yüz bergan. To'xtat! O geldi. Kiring. Viloyat İnqilob Armiyasi razvedka atritining komandiri Sodiq buyruqi binoan o'zimni ma'lum qilaman. Sizni saqlab turgan to'q. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, mayor? Biz egiilgan axborotga asoslanganda uzun yil Şinjan'ga bekinib olgan Şinjan xalqiga qon qarziga bo'g'ilgan chet ellik xoin savdogar Yusuf Romindan xoinlarga setilib, bir turkum qimmatli asori atiqalar va tarixiy materiallarni ularning karvon to'pi orqali chet elga chiqib ketmoqchi bo'lgan. Biz bir qism gumonliq deb qargan karvon to'plarini tekshirgan bo'lsakmi, lekin hech qanday natijasi bo'lmadi. Qiyos qilishimizcha, bu karvon to'pi qadimiy karvon yo'lini bo'ylab menga Tura atrofiga borgan bo'lishi mumkin. Siz bir amal qilib, u karvon to'pini tepib, ahvol egallab beqing. Men sizga bir yordamchi to'nishtiraman. Bu Saye Otrliniye jangchisi Batur. O dağınıq teyip Qadirning navisi. Bugundan boshlab o sizning eningiz bo'ladi. Yo'lda Sodiq. Bag'iriq karvon to'pi bilan Yangimuch karvon to'pi o'tadigan joyda sizni saqlashga odam avatdik. Vaqti kelganda ular siz bilan aloqalashadi. Aloqalash maxfiy belgisi mo'xirki bormi? Buningga beriladigan javob bor. Lekin pul olmayman. Qarchoyga tegishiman. Tushundim. O balkim odatdagi bir karvon to'pi bo'lishi mumkin. O balkim bir sirliq karvondir.
أكبر حي على الصلاة Ötengi geldi. Bugün müşahit neymiş? Aka, yeni bir karvan geldi. Vay. Aka, ula kız geçirtmeyipti. Soyulgan kız, sehsetke. Karan. Ture, degan mushu o'tangda tunaymiz. Ölgür Şumtek. Bir narsa o'g'irlamoqchimisan? Hocam, sizden ötülüp kalay. Kosuğum bek içip gitti. Kosuğum içip, üç ellerim çaplaşıp kalay dedi. Azırak bir narsa pipeye degen. Rahmet hocam. Yok al. Allah sizni öz panaydı saklagay. İşlerinizni oңqıсын. Sen de. Gözümleştirmeyki bir kıytım babam bilen Yusuf'un oğlanın kesinli kögül bağında bizden aldığımızga çıkan muşu gaça ya. Yoki onun acısı bolish mumkin. Pek o'xshamdi ekan. Shundoq. Bo'libmi uning qosh ko'zlari pek o'xshaydi ekan. Xato bo'lib qolgansa. Ish qilib pek o'xshaydi ekan. Oka. Qiz ko'chirib mangan karvon yo'q turdi. O'tan xo'jayinning aytishicha, ular oziq-tuliklarni ilib bu yerdan ketib qopti. Ular bu yerda qo'nmabdi-da. Qiz ko'chirib mangan turg'liq nima uchun aldirab ketib qolgandi? Ularni cho'chitib qo'ydikmi? Undaqda biz qandoq qilamiz? Biz darhol chig'ir yo'l bilan Qarchoq tumchug'iga boraylik. Bu karvon to'plari janubga berishga o'tadigan birdan bir yo'l. Acep kelmeydi o. Bu janubga berishga o'tadigan birdan bir yo'l.
acaba o karvan uçup o'tganmidi? Qarag'anda karvonlar qaroqchilarga uchrab qolgan o'xshaydi. Tez mayli. Abdullah, yürü. Kendimle bir ekmek koyunla. Tez bulunla. Çapsan. Tez bulun. Bulunla. Tutan elim. Ok çıkamanla. Ok çıkamanla. Köke. Gel. Haydi. Vay. Gelin. Oturun. Müdür bey müşahede kim oturun ha? Tosa. Benim kımakçı. Nim kımakçısıyla. Ha? Nim kımakçısıyla. Sizler nim kımakçı. Kitishligimda akam bana bir qo'rqinchli alvas shaharni borlig'ini aytib bergan edi. Ah, xudo. Men qandoq bo'lib bu yerga kelib qolgandiman? Gözüm. Sen neyimi kılmakçı? Hey, çapla benim kenimli kovdan. Abla! Yatak buldu. Abla karbiye geldi. Allah'ım. Ulanın derdimi kıymetli medeni yadigarlık tarih materyalleri boşsun. Hemmisi eski üstün erişlerken. Çıkın eyle. Çıkın lan. Bana. Bana. Ses bu. Ulan ses bu. Ses bu. Bak bak. Ay Nur xanımni qaraqchilar ip qochdi. Endi qazo qilimi? Endi qandoqmi qilamiz? Benim keni. Alğa! Dostlar, neymiş oldu? Nim bo'ldingiz? Begim, yorlandingizmi? Batır yigit, bizni kenimli qaroqchilar bulab ip qochdi. Yana duttami batidanga dutta. Ay Nur xanımni men izlay. Bundan qepi yaramazsa. Nim bo'ldingiz? Av tarafga boraylik. Ah, xudo. Kenimni ulab bulab ketdi. Qaytib qolgandan keyin men nima deb javob qilaman? Hey! Yit o'lim. Batur, tura, kelinchakni uzaylik. Xotirjam bo'lib, qaytib kelib yo'sin tegib qo'yma. Ma'qul, yit o'lim.
barayli. Qizchaq, qo'rqmang. Biz sizni saqlab turamiz. Aka, bu Gomindan'ın casuski. Bu onun guanamsi. Benim doktorum yokturdu. Benim doktorum. Ben ondan ayrılıp kalsam olmaydı. To'xtan. Benim doktorum. Ben mübarek. Ben Baray. Çık. Kerim, benim etimga mening. O cho'qim gapingizni anglaydi. Rahmat. Kerim, sizning karavaningiz Alvat shahrida. Ularni xatardan qutuldi. Men sizni hozirla boshlab boray. Meni qutqizib olganingizga rahmat. Qo'ynim, ismi nima? Aynur. Go'zal Aynuri. Qutqizib olganim oq ko'ngil qiz bo'lgan ilohim. Aka, men sizlarni oldinglardan men yo'l boshlab beray. Kerim, yigitingizning yurti qayerda? Qashqar. Amsa sizning yurtingiz qayerda? Yigit, ortiqcha savollarni so'rab qoldingizmi qandaq?
Men degan yatliq bo'g'il ketayotgan qiz. Kechiring xanim. Ota, bu yoqqa keling. Siz otga mingach turing. Men berib qarab baqay. Aynur, tez bo'lin. Bizni xanim qaytib keldi. Aynur xanim, qaytib keldingizmi? Oldinlar shu. Abdullah, meni o'qitqizib oldi. Rahmat sizga. Arzimaydi. Keling. Hey, Dilxon! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, buyuk. Yarısığı doğru sürkeydi. Sizlarga ko'p rahmat. Endi bizni g'o'jidor amal qiladigan bo'ldi. Shunday. Yigitlar, qayerdan keldinglar? Nega borsizlar? Turpandan keldik. Qashqarga boramiz. Qashqarga savdo ishi bilan boramsizlar yoki tuqqan yo'qlabmi? Hurmatli xo'jador, bo'ldi so'rma. Biz janubdagi Qodir Tuyibning nevaralari bo'lamiz. Mening ismim Sodiq. Bu mening inim. İsmi Batur. Biz dadimizning havolasi bilan Qashqardagi yashinib qolgan hammamizni ko'rgani ketib boramiz. Rahmat sizlarga. Sizlar yo'linglarga mengayveringlar. Ot degan to'gidan tez manadi. Bo'ladi demsa, xayr xo'sh. Ba'zi chaqlarda otning to'gidan tez menishi natay. Biz yana ko'rishib qolamiz. Hey, nima chiqib ketdinglar? Xayr xo'sh, xanim, xo'sh. Ularni nima chiqib ketkizib o'tsizlar? Xo'jadarning yarısı eg'ir. Karvon ichida faqat ularning qadimiy karvon yo'lini biladigan tursa, biz yana qaroqchilarga uchrab qolsak, kim yordam qiladi? Bu yerdagilarning bir qismi qiyri, bir qismi yaralangan tursa. Eliq kichik bola rostala dağınıq deyib Qadirning kichik nevrisi. Men uni ko'rgan. Putumning og'riqi yana qo'zg'aldi. Nima qarab tursizlar? Chapdan berib ularni qaytirib kelinglar. Xanim, karvon to'pimizning qoidasi bo'yicha yerim yo'lda odam qo'shib berishimizga bo'lmaydi. Hozirgi ahvolda shunday qilmasak bo'lmaydi. Siz yaralandingiz emasmi? Men tiqilib qolmadim. Xop bo'lmang, g'o'jidor, xop bo'lmang. Aynur xonimning so'zini anglashmo karvon to'pimizning qoidasi. Abdullah, tez berib ularni qaytirib kel. Xo'p, xonim.
Hocam to'xtab qoldi-ku. To'naq tepe, zavodning tarisini nima qilib o'tsa? Qaraganda oldimizdagi safarda yana bir xatarga yo'liqirgan o'xshaydi. Og'zingni tutma. Ajab, ishim siqildi. Yigit, naqshongni aytmamsa. Bo'lmasmikin, tag'a. Raufimning tarisi uzilib ketdi. Soz bo'lmasa, naqshini qanday aytqili bo'ladi? Aka, xeynimning qo'lida bir tutta bor-ku. Shundoq, tutta bor. Hurmatli xenim, tutturingizni berib tura olasizmi? Oyoq. Ha, qaraganda bu qo'pol qo'llarim bilan tutturingizni chalsam bo'lmaydi ekan. Yo'q. Men qutqizib olganingizga sizdan ko'p minnatdorman. Biroq bu tuttani siz chalamaysiz. Kechiring xenim, tutturingizni so'rmasam bo'pti ekan. Adabsizlik qildim. Batur, yo'limizga mangaylik. Yo'q. Sizlar ketsanglar bo'lmaydi. Xo'jador kunda dori almashtirish kerak. Sizlar tiyibkansizlar, ko'proq savobli chiqarganinglar yaxshi. Men sizga bir naqsh aytib bersam, anglashni xohlamsiz? Ha? Bulbul tayrayman degan yerda qog'ijin turishi kerak. Qani marhamat. Senin bu karvan topudan chiqib ketgan bana o'xshamamdi. Yen kelgan bu ishkisiga qara, shundoq yaxshi ishlayapti. Ho'jador, sening bu mallarni qilchilik haqqing yo'q. Nima kuchab ketsa? Agar karvan ko'zlagan manzilga omon eson yetib borolmaydigan bo'lsa, hammamiz turishimiz. Men seni qo'rqib qolmayman. Ey, yen kelgan soltak. Shuncha kuchab ishlab ketyapsa, xenim sana nima mukofot berdi? Ha? Chiroy turqingo xeli yomon emaskan, ha? Ey, naqsh yigit, bu karvonga qo'shilganingga necha kun bo'la bo'lmayla, bizni ko'zginmayvatamsan, ha? Men sening advangni bir berib qo'yay, ha? Rahmat. Bu beni bozak kıldı. Ben cinimle sikip koydum. Rahmat. Oldu ki beni bozak kıldı. Rahmat. Ben cinimle sikip koydum. Gülme. Oldu Rahmat. Oldu. O mesbop kaptı. Azrak musallat işkenge. Şuncu mesbop ketken bu. Onu verdi ki. Yurtdan ayrılgan kişilerin hemmisi mana bu şunaq nazik boludu. Karvan qaydımızda bir-birinden keçirmişlerin so'rashga bo'lmaydi. Chedirim tikib bo'lgan bo'lsanglar, xenim kirib qaramasın. Ağalar bugün keçeli gülhane yıkıp ötküzümüz. Yürüyorlar. Aka, qaytib keldim mi? Sadık. Yürüyorum, tögüler qarab bakayım. Batur, sen uxlab egin. Kela balam, kela. Kechida bu yerda sovuq bo'ldi. Mana erkin yetib uxladi, ha? Kela. Bova, bu uyingizda orom elishingiz kerak-ku. Nemishqa bu yerda jafo tortib yurisiz? Ben bu kelin qizni olib etibla uyimga qaytman. Uyingiz qayerda? Uyim Qumulda. Anglasam bizning yurtga ozodlik armiya kelibdi.
Ular maxsus kambag'allar uchun baxt ib kelayotgan. Mening hozirla yurtimga qaytqim kelyapti, o'g'lim. Men ozodlik armiyani kambag'allar uchun ko'p yaxshi qilib deb anglagandim. Bu rostmi? Shundoq, men o'z ko'zim bilan ko'rgan. Men sizga ishonaman, buva. Jigit, bu çadırını qanday qurashtirgansınız? Qo'lim tiga tegmayla, nalang tushib ketdi. Darhol o'ng sho'chang bo'lmasa o'ranjib qoladi. Bugun aytganki ishni ko'nglingizga olmang. Undaq demang. Siz bo'lsangiz, hurmatli xonim, biz sizdan haq qilib ishlaydigan ishlamchilar tursak, o ishlarni men allaqachon ko'nglimdan chiqarib etdim. Siz meni qutqizib qoldingiz. Men buni unutmayman. Menga unutmayman. Yo'q, hargiz undaq demang. Men hatto sizning doktoringizni chelishqimi salohiyatni to'shmaydigan odam tursam, o ishlarni unutib ketganingiz tuzuk. O bu doktorni apınız sizga bergan qizmeli, erlatisi bo'lmaydi deydi. Bu haqiqatan qaltis tabarikkan. Elim, bo'ldi, uxla. Sen o'zingcha xenimni qutuldirib oldim. Seni yarangni davolab qo'ydim deb xenimga boshqa niyatda bo'g'uchi bo'lma. Bo'lmasa men jiningni olaman. Konularda, xil-xilida yaxshi pichoq qinida deydigan gap bor. Hasan Xo'jador, sizmi karvon oilasidan kelib chiqqan-ku deyman. Tez berib to'g'ringizni almashtirib o'ylang. Bo'lmasa yaringiz yiringlab ketadi. Kechki to'g'ringizni ichdingizmi? Xo'jador, Sodiqaxon, dash charchab ketdinglar. Bir piyoladan choy ichib, orom elinglar. Aka, endi ketsan-ku. Nima bo'ldi? Qo'shqum og'rib ketdi. Yana sevgimi kelib ketdi. O'zing bag'i. Voyjon. Daraxtning kayniga o'ssanglar bo'lmadimi? Voyjon, voy. Nimada qo'qirishda odam uxlashni qo'ymay. Voyjon. Voy, qo'shqum og'rib ketdi. Qachonmi cho'ng bo'lasiz? Tur. Qo'yma to'ydim. O'g'illikka aloqalashadigan joyga yetib boramiz. Qanday qilamiz? Tutlarning ichida cho'qim muhim bir narsa bor. Chin xandonligi davridagi Shinjongning xaritasi o'sha tutlarning ichidami? Yerlikqa qoshlashmi o'rchu? Biz yana davomli ularning iziga tushib, barliq asar atiqalar bilan tarixiy materiallarni qo'lga tushirishimiz kerak. Biroq yerlikqa tutlar. Tezroq bo'lsang-chi. Ishkim turib qopti. Kim? Hey, nima bo'ldingiz? Ha? Ha? Baturning deganlarini o'ylashib baxsam bo'g'di. Hey.
Batur. Sen onu Yusuf'un öyle köygen çağındaki ahvallarını obdarak eslep bak. Aka, faqat esimga olamayotman. Uni bir yerda ko'rgandek qilaman. Qosh ko'zlari pek o'xshaydi. Faqat eslayolmayotman. Yenimde uxlayotgan bu ikki kishi zodi nima odamlardi? Bu haqiqatan sirliq bir karvon ekan. Ben cho'qim o'zimni to'xtatib olib, obdaroq kuzatsam bo'g'idek. Kunduzi karvon to'pi sukut ichida ketib boradi. Hammaylar mugdab o'tirishmoqda. Bo'libmi Aynur xonim bilan Gulxon ko'zini faqatla ochmadi. Ataqı qaysan. Yusuf degan alvasini boldiroq deb chiqnitib qaysan. Men cho'qim uni o'ldirdim. Kim? Ömer aka, onda qilma. Yaqamni qo'yib. Ayta, sen Yusufning odammi? Nima ishini paylab yuraysan? Boshqa gap qilib, kechisi gap qilsam quloqni quloqqa yoq deganni unutib qoldim. Rahman. Atrafını püstü bak. Bakıldı. O meni tutqin. Ömer'ga, siz bu bazganda qo'llaringiz bilan Yusufdan intiqom olishingiz kerak. Ondaqda sizmi Yusufning dushmani ekansiz-da. Men faqatla jahon kezib yuradigan sargardon. Ben sizga o'xshamayman. Ben Yusuf'ni tepib onundan qissas almoqchi. Siz onu tanımsız? O işblas, bana qarchaplab, meni zindanda 18 yil yatqizgan. 20 yil ilgari ben onun uyda malay bo'lib ishlaydim. O chaqlarda o bizning yurtdagi puli ham ta'sir kuchi bor chet ellik savdogar edi. Kutilmagan bir ish bilan o meni jinoyat chiqib qo'ydi. Begim. İkinci ağaçının lale hazırlayın gidik. Tuğut anısı, tuğut bekleyin, şun hocayın. Kepkesin değil o. To'g'ri, qo'sh ketakkan. Urjib qo'sh
Bo'ldi, yig'lama. Peshonasida menga borkan. Qarang, u nima degan chiroyli. Nima degan chiroyli. Bo'ldi. Yig'lamang, ha? Qarang, har ikkisining peshonasida menga borkan emasmi? Bek chiroyli ekan. Ikki qiz bir-birisiga bak o'xshaydi ekan. U birisini etkazsin, birisi bu yerda qilib qolsin. Bu yerda qilib qolgani martalik xinim bo'ladi. Etkatgini uning moli bo'ladi. Mayli martalik xinim bo'lsin yoki malay bo'lsin, har ikkilisi Peter Yusufning qullari. Bizga o'xshash bunday kasbni qiladiganlarga har xil har yoqda odamlar kerak. Biz xalqlarga Umar bilan Lola ikkisi har kuni eg'iz yolishib yuriydi degan gapni to'xtaylik. Senin. Umar, bugundan boshlab begim seni bu o'yildan yo'qolsin deydi. Begim aytdi, bu bola begimning emaskan. Bu kimning bolasi ekanligi ko'nglingga ayon. Sana deb qo'yay, biz eliqi Umar degan malayni ishdan bo'shtib etdik. Sana shunimi deb qo'yay, ering o'lib ketib, o'g'ling sirtlarda tilamchilik qilib yuribdi. Berib onu tepib al. Sen endi erkinlik chiqding. To'xta. Umar ishkinglar begimning ishini bekor qilgansizlar. Begim aytdi, bu ikki boladan faqat birini aytdi. Xonacı, opamni ko'rdingizmi? Uning ismi Lolati. Anne. Opa, o kim o? Bu senin singling Aynur. Uning peshonasida men bo'lgan. Chaqamangsa. Anlasam ki Lale degan bechora oyoq o'lib ketibdi. Anvar sonasini yetilib, tilamchilik qilib yuribdi. Ana shu chog'larda men zindonga tashlangan edim. 18 yillik umrim zindonda o'tdi. Ozod bo'ladigan oz qolganda men erkinlikka chiqdim. Turmadan chiqqandan tortib men Yusuf degan olvosini izlab yurayman. Uni topolmasam o'lsammi ko'zim yumilmaydi. Hozir Yusufni topmak qiyin ekan. Shundoq. O cho'qim qochib yurgan bo'lishi mumkin. Ay. Yüzü kimlar tortib olgan bu kelinchak Yusufning qizimidi? Qilib qolgan hali kichik qiz shumikin debsiz? Shundoq. O qiz hozir çok canlı bo'lib ketgandi. Olmasam o shundoq go'zal ekan. Umar aka, sizni Yusufdan oladigan o'chimiz borligini bu karvonda birasi biladi. Meni karvonning yashangan xo'jadori Abdullo chaqirib kelgan. Sen xo'jador bo'lsa, menga bekli yaxshi muomala qiladi. Biroq bu karvonda Yusuf yo'q ekan. Men bu karvondan ayrilib, boshqa joyga berib, Yusufni izlab tepib, qisosimni cho'qim olaman. Umar aka, alma o'z daraxidan yiroq yerga tushmas degan gap bor. Yusufning qizi mushu karvonda tursa,
Yusuf'ni topolmay qilishingizdan ansirayotamsiz. Hasan Xo'jador u. Anlasam Hasan Xo'jador degan kishining qo'lidan ish keladi ekan. Uni bu karvonga yuqori haq bilan taklif qilgan ekan. Biroq hozir u yaralang'ashqa o'z rolini joriy qildirmayotdi. Anlasam uning Yusufga qattiq o'shmanligi bor ekan. Opa! Tez! Chata qo'ldi. Bu ablah o'g'irlagan narsasidan rozi bo'lmay, yana ketdi. Anlab turish. Xo'jayin. Kim karvonga osiylik qiladi ekan, uning oqibati mana shundoq bo'ladi. Hozir hammalar menga agishib qasam qilinglar. Nishonga yetib berishdan ilgari karvondan ayrilmaymiz. Sandiqdagi mollarga cheqilmaymiz. Yana yot odamlarga yaqinlashmaymiz. Kechirmishlarimizni o'zaro surishti qilmaymiz. İnsanlar çın tutunlar. Xo'jador bilan Abdullahga tamoq asirtaninglarmi? Xo'nim, sizga doğru keldim. Uyga qochib bormi? Kira. Yönünüzdeki uyga qochgan odamdan qo'rqish keladi ekan. U bo'lmagan bo'lsa, kunduz sizni ko'rib tashlardi. Sizning cho'mbil topmagan chiroyingizni ko'rgim batdi. O'ylig'inimda mutlaq chiroyli ekansiz. Bu doğrunu içsiniz, yerini tinchlantirdi. Rahmat sana. Akam naqshini bek yaxshi aytadigan. Akamning bildigan narsa bek ko'p. Ot choptirish, o'g'loq tortish, so'z chelish, yana usul o'ynash, uy tirish degandek ishlarni. Yurtimizda uni qo'g'lishdan qizlar bek ko'p. U o'ylanganmi? Yo'q.
Okam o kızanın hiç kaşını yaratmadı. Hı? Elang, dak koyma ha. Bahar bazara keldik. Bugün degan qurboniyat. Men ara qapig'imni to'shqizib oldigan bo'ldim. Sök. Ben yani doğru almıştım sambamı gidek. Demek köpçülük yerip gitti. Onun üstüne bugün ne etken? Bu yerde adına aram ile varsa kandak. Şundak oylagan bolsanglar, emsi aram alaylı. Olur. Ha, xenim, bazarga kirib aram alayli. U yer yeydigan, ishadigan hamma narsa bor. Qaranglar, bir narsa sotadiganlar kelibdi. Voy, musallas bormi? Bak. Muhur kıbam. Bak. Pulgu satmayman. Harcaya gittik işime. Bo'ldi, unda qo'sh musallasni hammasini oldim. Seni, tögülerinin yem kaşık tügep kaldı. Emsi, bazarga berib aytganman sizlar. Ma'qul. Chegara shahrining xaritasi yoshirilgan o'rinni topdik. Qashtish tomonini tex topolmadik. Bu Yusufning qizi ep ketayotgan karvon ekan. Biz qoldirgan yo'l belgisi bo'yicha yordamga kelinglar. Siz berib yuqoriga ma'lum qiling. Ma'qul. Sizmi? Tabii, bunu elim. Elim. Rahmat. Bunu bazardan ağaç geldim. Akine, musallasini ish qo'ying. Bazar şunda kızıp getipti. Hamma odamlar azodlikni tabriklab Aka, siz mi o derdi bağ jafo kechgansiz? Bir aqaç içip qo'ying. Bo'pti. Xotirjam bo'ling. Cho'qim saqayib ketasiz. Men saqlayamaydigan o'xshayman. Birodar, men bütün kechirmishlarimni sizga aytib beray. Sonra ne bulduğunu Sonra siz müşerimi dırlamay oturup durup bulamdı. Ma'qul. Tavuk satıgan, seni kilinglar, mimarlar. O'xshigan tavuk, seni kilinglar. Kilinglar yoqida qo'g'on, seni kilinglar. Tavuk satıgan, tavuk, mimarlar, seni kilinglar. Tavuk satıganlar, tavuk, Şu.
Erto. Ayal xo'jayinning uyidagilar Kayada singlimni tepib qo'yibdi. Agar mushu karvonni nishonga bexatar yetkazib qo'ysam, singlim bilan jam bo'la oladi ekanman. Bu hiliqi Lola degan bechora ayolning o'g'limi nima? Hocadar, xo'jayin xinim sizni yo'qlab keldi. Sodiq, Batur, Ömer bilan Rahmon sizlarni tamoqqa chaqiryotdi. Hocadar, siz bilan maslahatlashadigan ish bor. Hey! To'xtala! To'xtala! Biz bu jilg'i bilan mayli. Shundaq bo'lgandilar. Nishonga 2 kunda yetib boramiz. Hocadar, bu bek eski yo'l. Bu yo'lda karvon mamig'ili uzun bo'lgan. Biz ya chaşqan bo'lmasak, bu yo'lda qanday mang'ili bo'ladi? Qaraganda sizlar bilan birga mang'amug'dakmiz. Batur, biz bu karvon bilan xo'shlashaylik. Az gap qiling, Sodiq. Sodiq, kassingiz bo'lmaydi. Ansaq oldi tarafda qaroqchi bor ekan. Yo'lni o'zgartganimiz to'g'ri bo'ldi. Xo'jadarning qaroriga bo'ysunayli. Anlab turish. Bugundan tortib hammangning ish haqqi bir has ko'paydi. Shundaqdimi, nega bordiganligimizni deb berishinglar kerak-da. Quruq gap qilmang. Hey, avaydan. Bak, plan bo'yicha ish qilaylik. Hep şıxlayotanda. Bola emasmi? Xusuqlamamdi. Bu bugün bir kun tamoq yemedi. Yana bundan quvvatsin, uyg'ongan deydi. Bu bechora bola biz bilan yurib ko'p jafo chekdi. Bu safarimizda okuqlar ko'p asqatdimi? Shundoq, bu okuqlar haqiqatan yaxshi ekan. Abdullah! Abdullah xinim ochiq ketib qoldimi nima? Bu yerda qo'rqinchli ekan. Perdelarni tushirib yetinglar. Xo'p. Ömer, hey Gülhan, çaksa bu yak kelinglar. Ömer akamdan deyishcha, orqamizdan bir karvon agishib kelib o'tibdi-dak. Yo'lga belki selib o'tamsizlar. Mana shundoq. Mayli, yaxshi. Bu Ömer akamni ko'rsatgan ahli. Mayli, siz bulunlar. Oğlum, tamak yavargı, ha? Onu birden uxlol qo'ying. O bugün bir gün uxladı. Birer çatak çıkıp kalmışsa yine. Oğlum. Balıqini? O apamni ko'rib kelaydi. Uyga ketdi. Shundaq, o japağı chidamabdi da. Hey. Bu ishni xenim uqib qolmasin. İmam Aka.
Karvan topumuzdan bir adam kaçıp ketipti. Bunu sürüştü qilmay bo'lmaydi. Sizlar karvanning qoidasini bilamsizlar yo'q? Bilmez Hocalar. Ya'ni sizlar Xudo oldida qasam qilgan emasmi? Hocalar. Şu topda men Xudoning javobini kutyapman. Oraya gelip kiram. Hocam! İmam, batır, sıkırlar. Sizlar qat'iy tövbe qilmamsizlar? Hey! Sizlarni o'ldirmasa! Baturni men ketkizib o'tgan. Siz? Yigit. Hiç düşünemedim. Bu zade nima ish? Men sizdan shuni so'rab baqay. Nima uchun yo'lni o'zgartib etasiz? Sizning bu ishlarni so'rash huquqingiz yo'q. Bu ishga qayerni qo'yib beringlar. Aka. Men seni... To'xta! Sizlar Yusuf bizni ayol xo'jayiniga yordam berishga evatdi. Nima? Karvanning ishiga aralashishga huquqinglar yo'q. Biz bu karvanda faqat ayol xo'jayinini to'laymiz. Uning buyrug'iga bo'ysunmaymiz. Taqochlikni biting. Qamırlaşma! Bedirlama! Yarım yolda qo'shilgan mehmon. Sana shuni aytib qo'yay. Hali kichik kommunist oldi burun tugashdi. İmam! İmam! To'xta! To'xta! İmam Usta, ben geldim. İmam Usta. Ben inim bilan Qashqarga hammomni yo'qlab ketyapman. Kommunist deganlarni faqatli bilmayman. Hamsi Baturni nimasiga ketkizibsiz? Chunki xo'jayin xenem gapida turmay yo'lni o'zgartirib o'tgan tursa. Ayol xo'jayin keldi. Hürmet xo'jayin xenem, biz sizning buyrug'ingizga bo'ysunamiz. Bo'ladi demsa, bugundan boshlab sizlar mening qo'mondonligimga bo'ysunsizlar. Hop! Ho'jador, karvonda bekitilgan qoida xuddi toshqa mehr bitilgandek. Batirni qochirib o'tgan bosh jinoyatchini cho'qim jazolashimiz kerak. Aynur xenim, oppoq chimbilingizga qancha chirab ketsa bo'lmasmikin? Aynur xenim, Hasan bilan Sodiq ikkisini o'ldirmasları bo'lmaydi. Bu yoqqa kel. Bu qayramalay buyruq tushirayotganda eg'izga erishgan gunoh uchun bir qo'yni
bütün kavaklık geliş gerek. Eğer kaylı olmasa onu itiver. Hop. Ha, qo'llari sizlarga sodiqman. Ahvol murakkab, sizdan ayrilsam bo'lmaydi. Agar biror ish chiqib qolsa, qo'llarimga qanday javob qilaman? Qo'rq gapni oz qilib, tez o'rningdan tur. Bu yerda xilimning og'zidan chiqqan gapning o'zi bo'yliq. Voy! Anladaydigan, yana gapingiz bormi? Bir qotilga deydigan, nima gapim bo'lsin? Ishtinglar darhol buyruqni ijro qilinglar. Qurol ish. Şatnağlar, işini tüktükla, kaytıp kesağla buludu. Hop hop. Senem, rahim kısıla. Ömer, Rahman, silahını bildi veringlar. Onun namazını düşürüp yerlikini koyunglar. Tezman. Kes. Silah hocalarını götürüp çadırga aytırыңlar. Onun bir xatarlıkı silemesin. Gülhan, siz çıkıp ona halidan obdan haber eylem. Ondan bir kadem ayrılma. Biz bulun. Nima qaraysan? Yuvashroq bo'l. Bo'lmasa, jinimni olaman. Hay! Ne görsen? Bana! Kira! Bana! Kavab tayyor bo'ldi. Men xo'jayin xonimni chaqirib kelay. Ha, bo'pti bag'i. Gulxon. Kim? Men xo'jayin xonim, men Abdulloh bo'laman. Xo'jayin xonim, kavob tayyor bo'lib qoldi. Abdullah, birdan aramimda qo'ysam bo'lmamdi. Uxlag'inim bo'lmagan. Mushu ishni mendan so'rab yuramsa? O'zlari meni kavob qilishga buyurgan tilig'u. Gulxon kavobni og'ili bormidi. Bu kavob tayyor bo'lg'ili ne vaqt? Gulxonni Hasan hojilarning holidan xabar olishga avatdim. Ömer bilan Rahman qaytib kelganda ular bilan birlayanglar. Xinem, topshiriqimiz bo'yicha ishni bitirib keldik. Hammalarga xabar qilinglar. Atiganda asli plan bo'yicha yo'lga chiqamiz. Kimdi? Abdullah! Xo'jayin xonim chaqiradi. Bu yoqqa kel. Xo'jayin xonim, menimcha karvonning surati bakli asta. Qandaqli bo'lmasin, bugun kechda cho'qim aram olmasak bo'lmaydi. Hasanmi, dori almashtirish kerak. Ozroq chidislar xonim, koyog'im kelayli deb qoldik. Birdam aram ile olaylı. Birodarlar, tezroq mangayli. Erta muzdavondan o'timiz. Bugun kecha aram olmaydigan bo'ldik. Bundaq tez bo'lsa, odam charchab ketilgan. Bugun yana bir kech uxlamandik. Hay, bu xo'jayin xonimning fikri. Biz hammamiz ularga bo'ysunishimiz kerak-da.
Bu yer bek soğuk ya. Muşu muz davandan ölsek la istikiyaga barmayız. Berdaş kıyın la. Bu defalık Sodiga Recep'nin kızı bilen oğlu. Yaxshi. Assalomu alaykum. Aleyküm esselam. Qani, marhamat. Qani, marhamat. Qayağı kelgan har qanday karvonni siz qilmaysiz. Siz xotirjam o'ynayverin. Sizning karvoningizga kelgan aman men sizga darhol xabar qilaman. Ondaqda tilini avar qilgan bo'ldi. Nadikine. Qani yurqa. Adamız Sıhvadiki dağınık Sodiga. Gerçi ben onu görmegen bo'lsam o, lekin uzundan beri onu bir ko'rishni orzu qilib kelyapman. Marhamat. Rahmat. Aka, qarang. Mayna. Ben sizlarni tanıştırıp qo'yay. Bu yoq do'stimning o'g'li Sodiq bo'ladi. Bu yoq do'stimning qizi. Siz Aka, nimaga hamma qarab tursan? Kishilarning diqqatini qo'zg'ab qo'ymayli yana. g'alit ish bu. Ha? Karvondagi xo'jayin seni pek o'xshaydi ekan. Rasman. Ahvol murakkab, yuqoriga ma'lum qilaylik. Jigit, erkakka o'xshamamsiz. Sizlarda cho'ng shahardan kelganlar usul o'ynashda bizdan bu yerdagilarga yetmaydi. Shundoq. Biz qaytib turaylik. Men yana bir do'stim bilan ko'rishmoqchi edim. Jigit, nima chiqib usul o'ynamaysiz? Sizningcha men gullarning charxil emasmi ekanman? Jazmlashtirmanki, o cho'qim Yusuf o'zi endi ib qolgan hali qiz shu. Kechiring xonim, mening sevgilim bor. Hasan yiqilib tushdi. To'xtab turinglar. Hasan nima bo'pti? Başlığın doktorlar.
Xo'jayin aytdi, uni bilan ko'ringlar bo'lmasin. Ular avtirab kelib aram oladi ekan. Sizlar qiz bilan otilgan to'gini qo'g'dab, qayoqqa bag'ashtiringlar. U yerda yigit oldinglarga odam evatib sizlar kutib oladi. Bu hava hacip ketdi. Ular aç tögülerini kendin kovla versin. Ben Yusuf, undaq ahmakladın emez. Hasan hocalar qani? Sizlar yaralangan adamni tashlab keldinglarmi? O yaramaz, Allaburun tağdın domulab tushib ketdi. Hayran qilib sen. Yo'q, sizlar Haddini açma. Nima qilmoqchisan? malni nishonga yetkazib bo'lgandan keyin menga erkinlik berman degandingiz-ku. Gapingizda turmamsiz? Albatta gapimda turman, lekin sen mening deginim bo'yicha ish qilmading. Sodiq har qancha aqlliq bo'lsa-mu, peqirga tankilanmaydi. Agar sen hozirdan boshlab mening deginimga ko'nsang, cho'qim orzuingga yetalaysan. Sen mening deginim bo'yicha ish qilmading. Batırni Sodiq qo'yib o'tibdi. Qanaqa qilamiz? Qoida bo'yicha ish qilamiz. Uni o'ldiraydandiq. Aynur, Kayadan o'tsaklar akani ko'ra olasan. Chapsan, buyruq tushagin. Yo'q, yo'q. Undaq qilmasang biz tugishimiz. Qanday o'ldirishni o'zim bekitaman. Meni gapimni olmay baqaqini. Qara, sirtdan mening odamlarim saqlab turyotdi. Sizning odamlaringiz meni Yusufning qizi, karvonning xo'jayini deb biladi. Agar men ularga buyruq tushasamlar, ular sizni hozirla o'ldirib yetadi. Aynur. Agar men Kayaga berib, akam bilan jam bo'lishni o'ylamagan bo'lsam, hozirla buyruq qilib, sizlarni o'ldirgizayotgan bo'lardim. Ya Rabbim. Xo'jayi xenim, men va'damda turaman. Kayaga berib sizni akangiz bilan cho'qim ko'rishtiraman. Sodiqni o'ldirgan odamni o'zim bekitaman. Ishni tugatgandan keyin ular qaytib ketadi. Ularni yana ko'rishni xohlamayman. Sodiqni o'ldirib karvonning qoidasini himoya qilsangizlar, hamma ish sizning deganingiz bo'yicha bo'ladi. Sen mening deganim bo'yicha ish qilmading.
Qara qizamın kiyimini almastırıb olay. Doğru. Ben alıştırırlar. Bunu giyin. Çatamıyorum. Bana bir yere. Xo'jayin, senim xabar yetkizinglar. Xo'sh endi. Qaraqchi, safar qaytaylik. Tez. Sadık. Sadık. Ben kechikib qoldim. Cho'qib qisasini soliman. Cho'qib. To'xta! To'q qaraqchi. Ben senin dinini olaman. To'xta! O'kan o. O'qamam. Sadık. Bu yerga nima deb keldingiz? Sizni qutqazg'ili keldim. Yeningizdan to'ygan o'xshamabsiz. Chapdan keting. Biz bunu. Meni chin tuting. Qo'rqma. Oldu tarafta ikisi yok, biri turdu. Tafta tutaylı. Meni nega apirsiz? Sizni kediringizga apirib qo'yman. Yo'q, yo'q. Ular sizni o'ldirib yetadi. Men o'lib ketmayman. Siz ucha olamsiz. Albatta. Bu yerdan cho'qim ketishim kerak. To'xta! Net çıkıyor hocayım bolupla Öza'nın eslini unutup kaldın mı? To'xta! Eğer kaçırgan bolsan, ben seni öldürüp bitemem. Oh çıkamam sen. Şunca yıllardan beri sen beni asla satmadın mı? Sadık mı koyup ettim? Beni bilmezdim sen. Sen bapakça pakıldın. Oylap bak. Sen ot menişini, kural etişini zaten kim ögetken? Sizler ögetken, kündü beni kamçı bilen savap durup mecburiye ögetken. Sizler özağlarını adem öldürüşüne ait oğlanı bana hüküreş için ögetken. Sen endi etip koyay. Senin hayatın endi ahırlaşıdığan boldu. Sen Yusuf'tan apret boğan. Endi şu Yusuf seni o alemge uzatmakçı. Senem, boş biçar kaç ayalga boşundak oğlu kılamsız? O kötü emez. O Yusuf'dan törtünde koyayım. Onda kalayım kan sözlemem. Sizin kolunuz Sadık'ın sıkını bilen boyalgan. Acaba bu mu yalgan mı? Yok, onu ben özlemedim. Xuda altıda kasam kılamam. Xuda, sizlik adamını herkes seçilmeydi. Ömer Tağa. Siz bana işinin. Sadık'ını ben öldürmedim.
Aynur. Çümbülünüzü ilivetsiniz. Pişeninizi qarab bakay, bulandı. Adem kaldırma. Olunla, olunla. Olunla. Tez. Kıpırdama. Xubbarlar, Allah şəhərdə sizlər əskisiz qızları bilən bizni azdırıbsizlər. Yəni texi, mənə bir adımını öldürübsizlər. Əmdi sizlər, yiyəcək qaçanmaysizlər. Tarix materiallarını sizdən tapşırınlar. Olmasa, birin motora qılışmaysizlər. Axtırınlar. Yürünlər. Kıpırdama. Çatak buldu. Adam fıkar benim adımı içip geldi. Kaçma! Yok! Beni ileri Dur! Beni ileri Mama, yetme. Mama. Kara, kim geldi? Hey! Komandır! Yaxşımsınız. Yaxşımsınız. Bu yak Ömer Hakan boludu. Yaxşımsınız. Qal tikensiz. Bu yak Rahman kan. Yaxşımsınız. Hasan qani? Onu Xo'jayin xenim tağdan iştirib etdi. Seni nemi deb tanıştırma. Sözlerler kaça. Dada, şey buzluq qalay dedi. Abdurrahman sağla bulmamdı. Azraq çılgın kızım. Muşu cılgını ösekle oladım kutulumuz. O taraf kaçtı. Oğlaylı. Çak. Dada, olay yetişim olaylı dedi. Korkma. Çakla hayda tez. Çak. Tezrek hayda tez. Çak. Korkma. Uqishmaslik bo'pti. Asli o'z odamlarimizgan bu. Boy harokatning davom etib ketibman. U qaraqchilar qo'llab keladi degachga men o'q chiqarib topman. Meni kechiringlar. Yaxshimsiz. Men Milliy armiyaning razvedka komandiri Sodiq bo'laman. Yaxshi. Men vatanparvar savdogar Yelimjon bo'laman.
Nega mangandinglar? Qizimni uyga yetmangandim. Yurtimiz ozod bo'ldi. Uni chet elda qaytarib akeldim. O'ymagan yerdan biz eski bir harfkashga uchrab qoldik emasmi? O bizni mushaga boshlab akeldi. Sizlarga ko'p rahmat. Sizlar bizni qutuldirib qoldinglar. Shundaqmi? Senin biz bir yer ko'rishgan qo'dayman. Siz Yusufning qizi, shundaqmi? Yo'qsa, o mening qizim bo'ladi. Mening ismim Helimjon. Senin chiroyingizni ko'rib baqsam bo'lamdi? Komandir, bakaddingizni eshib ketdingiz. Yigit, biz ko'rishgan. Siz asli milliy armiya komandiri ekansiz-da. Dada, biz burunni tanışatdik. Senin qo'lingizdagi qutidagi sizning zibo-ziynatlaringiz emas, qo'dayman. Yusuf! Qizingni tashlab qo'ymoqchimi? Xatolashdingiz. Men Yusuf emas. Yusuf degan odamni tonimayman. Xatolashmadin, Yusuf. Atalmış karvandaki her xo'jayin xonimmi sening ziyonkashligingga uchrabdi. Sening 4-xotining hozir bizning qo'limizda. Endi o'yiningni yig'ishtirib olsang bo'larmikin? Aka! Bu ishni Yusuf bir qo'lliq planlagan. Bu ishdan mening xabarim batdi. Onun apsiga ketgandan keyin men uni akilib olib bali ish qilib oldim. Gerçi o kichikchig'ida yo'qolib ketgan birdan bir aksining nihoyat ekanligini bilsimi, lekin o o'z aksining biz taklif qilgan karvon g'ojdori Hasan ekanligini bilmaydi. Karvonda o'z kechirmishlarini o'zaro surishti qilmaslik degan qoidani bekitishga sababmi, ak ikkisining jam bo'lib olib planimizni buzib qo'ymasligi uchun edi. Bizdek bu xil kasb qiluvchilarning har xil har yoqda odamlarga ajit tushidi. Bu bir jup qo'sh kezak qizi bilan uning aksini men to'p-to'g'ri 20 yil baxtdir. Endi ularni ishiltirgan fursat keldi. Ular mening bu qitimda harakatim uchun o'z jonini qurbon qiladi. Xonimning rasmini sizib bo'ptimi? Sizib bo'pti. O'qishda olibdimi? Bir danglik rassomni taklif qilib uning suratiga qarab sizdirgan. Saroyga isib qo'ydik. Malay qiz qani? Saroyda bizni saqlab turdi. Endi uni siz Malay deb chaqirmang. Uning ismi Aynur. O kayaga yotliq qilib etmangan qiz. İsiz zodi xinim. Siz, men uning malayları. Siz bir gachining rolini olasiz. Nemishqa buning o'rniga uni qo'ysiz? Bu yuqorining qarori. Yo'lda qizni etmoqchilarning hammasi Maynur xonimni taniydi. Ha, mayli. Yusuf demiş ki Ömer bilen Rahman'ın bu karvan qitib oldu. Onun deyişçe, gerçi o Ömer'ni zindanlık taşlatqızgan bolsunmu? Ömer hozirgacha meni kontrolligim turibdi. Biroq u o'z faqati bilmaydi. Bu qitim uni ishlatsak hech qanday chatoq chiqmaydi. Faqat uningga bu karvonning mening karvonim ekanligini bildirimsakla bo'ladi. Leyli qaraqkash Rahman uning qiyomatlik og'inisi. Faqat Ömerli bu karvonga ishonsa, Rahmondan ansirash ketmaydi. Ular hozir saroy uyida saqlab .
Siz çıkıp görüşüp koyun. Bu karvanın xo'jayini to'y bo'ladigan qiz shu. O mening qizim. Qaranglar, uning mijozi biroz g'alatiroq. Yo'lda ko'proq g'amxo'rlik qilgaysizlar. Ayol xizmatkarim uni sizlar bilan ko'rishtirsin. To'g'ri. Xo'jdar bilan yana bir xizmatchini sizlar bilan ko'rishtiray. Mang, ularni chaqirib kir. Hali qishki to'gichi tuvan tabaqadagi kishilar ekan. Ularni biz chaqirtib akkagan. Hasan xo'jalarning ochig'i shundoq yomon kishi ekan. Sen martalik ayol xo'jayin bo'lsan, yatliq qiling'ili etmangan qiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, hurmatli xo'jayin xonim? Yaxshimisizlar? Hasan Hojilar keldi. Hojidar, mana bu karvanning ayol xo'jayini Aynur bo'ldi. Xo'jayin xonim, karvanning hamma tayyorligi bitdi. Yo'lga chiqadigan vaqtni bekitib bering. Bo'ladi emsa. Bizning karvan o'g'illigi yo'lga chiqdi. 2 kundan keyin bu sirliq karvan yo'lga chiqdi. Kaya kelay deganda Yusuf men bilan Aynurni elib, karvandan ayrilib, oldin ala belgilab qo'ygan joyga berib, chegarada haqiqiy xonimni olib keladigan odam bilan uchrashib, 2 xonimni almashtirmoqchi bo'ldik. Biroq o'ylamagan yerdan azotliq armiya qo'g'lab keldi. Yusuf qochib ketish oldida Aynurni o'ldirib etdi. Men qayerda? O'z uyingizda. Siz obdan davolaning. Ikkinglar uning hamroh bo'linglar. Shunday bo'lsin. Aynurda. Men Batur. Hey, alma qani. Sadık. Rahmet. Siz yardımsız, bana işlik qilmamsiz. Yo'q. Aynur. Men hargiz undaq qilmayman. Aynur. Siz bu bilezikni ko'rib baqqanmi? Mening akam. O hozir nerede? O qayerda? Karvanbeshi Hasan. Dal sizning akamiz. Yo'q. Uni Yusuf taqdim ishtirib etdi. Endi mening hech qanday tuqqanim qolmadi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Men sizga bir so'z aytay. Ömer aka, bu yoqqa kiringlar. Xonim, qo'rqmang. Chimbilingizni qayrib etib, ular qarab beqing.
Ömer aka, bu ikisi del çırayları op mu okşaş koş gezek açsın Allah. Doğru mu? Emdi, hemme iş aydan bol. Bu ikisi 20 yılın aldıda beçar ayallarla tuqqan koş gezek açsın Allah eken. Bu bilezlikning egisi karvanın hocadari Hasan ularning akisi ekan. Ömer aka, bu aç singillarga ularning o'tmishini so'zlab bering. Bu bechora aç singillar jam bo'lsin.